Birovni eriga osilayotganingizda-chi, hozir maza qilib olish emas, hozir nafsiylarni to'ydirib olish emas, uzoqni ham ko'rishni bilinglar. Uzoqni ko'ra bila olsanglargina отношения qilinglar. O'zingizlarga rahminglar kelsin, iltimos. Ayol kishisilar, qadringlarni bilinglar. Erkak kishini bittada bilib olsa bo'ladi. Bittada bilib olsa bo'ladi qanaqaligini. Qo'rqmanglar. Hozir itarib borsam ketib qoladi. Shundoq erkakdan quruq qolaman, pulsiz qolaman. Xataba uyli bo'lib oling, xataba yashab oling, xataba pulini olib oling, xataba mehr berib tursin, xataba yonimda turib tursin, xataba yonimda gaplashib yursin, xataba nimadirlik bo'lib oling. Qo'rqmanglar. Sizlar Allohdan so'ranglar. Yaxshisini, umrbotini, butun umrlisini, yagona bo'lib yashashni so'ranglar, shunaqasini beradi. Agar niyatinglar pul undirib olish, uy qildirib olish, boshqa narsa qildirib olish bo'lsa, mana shunaqa qilib yuraverasizlar, itni keyingi oyog'i bo'lib, hammani eriga osilib.